Bugun sizlar bilan o'zim marketdan olgan shtativimni raspakovka chek qilamiz. Oddiy shtativ emas, arzon va sifatli. To'g'risini aytsam boshida qo'rqdim, qanaqa chiqadi, nima bo'ladi deb. Keyin sekin ochishni boshlaganimda, narsalarni tekshirishni boshlaganimda, просто vau dedim. Chunki sifatlari yoqdi. Keyin buni ichida 3 ta narsasi bo'lar ekan. O'sha yerda o'qiganda shtativ, держатель 360 gradusli nimadir. Bilmadim to'g'risi qaysi biriga tegishliligini. Va so'ngra sekin shunaqa buni hammasini jamlab, qotirib, bitta shtativ tayyor holatga keltirish uchun ishga kirishib ketdim. Hammasini shunaqa qotirib chiqdim. To'g'risini aytsam, o'zi sifati qanaqa chiqarkin deb o'ylab turgandim. Mana shunaqa qotirishni boshlagandan keyin ham o'sha ko'nglim to'la boshladi. Hamma narsasi zo'r ishlayapti. Umuman o'zi qo'rqqandim. Ko'pchiliknikini ko'rganda, bozorda ko'rganda ham slabiy telefonni zo'r ushlardi. Keyin o'zim yaxshi zo'r ushlaydigani kerak edi. Ataylabdan qadadim. Keyin buni oyog'ini ochish haqida gapiradigan bo'lsam, bu ham bir tarix, ya'ni buni tepasida yumshatadigan joy bor ekan. O'shani yumshatmasdan oyog'ini ochishga zo'rg'a harakat qilman. O'shani yumshatib qotirib qo'ysam bo'lardi-yu. Keyingi harakat shunaqa, buni bo'yini o'stirish haqida, ya'ni 2 metrgacha borar ekan, ikkita yumshatib qotiradigan, ya'ni uzaytiradigan joy bor ekan. O'shanaqa qildim va so'ngra tayyor shtativ hosil bo'ldi va oyijonimni telefonini qo'yib sinab ko'rdim. To'g'risi sifati bomba, juda ham xursand bo'ldim. Endi biznesini bemalol videoga olaman. Yurakcha bosishni unutmang, obuna bo'lib, albatta.